Zapravkada 1000 km yurishni xohlasangiz 90 talik gaz ballonni bagajingizga dirs tiqib olishingizni tavsiya etamiz. Cobalt avtomobiliga 90 talik gaz ballon original jihozlari bilan, programma, pрошивка, motor, korobka, pult заводящий tablosiga suv datchiklari bilan 3 million 500 ming so'mga uстановka qilib berildi do'stlar. Xo'p, qo'yilgan jihozlar bilan bitta tanishtirib o'tamiz. Xo'p, Stack GoFast 200 blok управления uстановka qilib berildi. Farsunkamiz Royal italyanskiy farsunka uстановka qilib berildi. Bitta chiqarmaslik uchun italyanskiy shlankalar uстановka qilib berildi. Farqi reduktorimiz original etiket turецкий reduktor uстановka qilib berildi. Kimga shunday sifatli va ishonchli va tezkor xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, bu aksiyamiz faqatgina 30-oktyabrgacha davom etadi. 30-oktyabrdan keyin narx-navo albatta o'zgaradi, obslugalar o'zgaradi. Bu aksiyamiz faqatgina kanalimiz a'zolari uchun amal qiladi. Kanalimizga obuna bo'ling. Bundan-da qaynoq aksiyalar sizni kutmoqda. Chunki bundan tashqari barcha turdagi avtomobillarga metan, propan, gaz uстановка xizmati mavjud do'stlar.